Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Men shunaqa tabiat qo'ynida video yozyapman, boshqa ilojim qolmayapti, to'g'ri tushunasizlar. YouTube'ga vazifamni qilib qo'yishim kerak. Buni doimo his qilaman. Birinchi bo'lib turib YouTube'ni o'ylayman. Manzarani qarang, chiroyliligini. Hop, kecha Barselona ishtirokidagi uchrashuvni tomosha qilish uchun Makkadan Jidda sari keldik. Masofa yaxshigina. Masofadan tashqari markaziy sektor bilan kelyapmizda. Markaziy sektorni haligi guruhi bilan ishlashimizga to'g'ri kelyapti. Birinchi guruhi Barsachilar. Kecha Barselona muxlislari bilan keldik. Mana bu joylarda yurdik. Ular kemalarga chiqishdi. Keyin piknik bo'ldi, yaxshigina. Keyin o'yinga bordik. Shunaqa qilib vaqt o'tkazib, uchrashuv ham endi Saudiyani vaqti bilan soat 10 da boshlanyapti, kechki 10 da. Bu juda kech. Nima uchun kechki? Boshlanishi emas, tugashi. Soat 12 bo'lyapti. Biz avtobuslarni topib olgunimizcha chiqib 1 ga yaqin vaqt o'tib ketdi. Makkada mehmonxonamizda 3 ga yaqin bordik-da, 3 ga yaqin tasavvur qiling va turib mana hozir 12 dan boshlab turib yana kelishimizga to'g'ri kelyapti. Yurib turib video yozishimga to'g'ri kelyapti. Umuman imkoniyat bo'lmayapti. Na mehmonxonada, na Ka'ba atrofida futbolni yozish juda ham g'alati bo'ladi. Xo'p, azizlar, kecha juda ko'p o'yinlar bo'lib o'tdi. Men misol uchun bugungi uchrashuvdan keyin hammasini bitta qilib yozaman demoqchi edim, lekin birinchidan bugun ikkita katta o'yin kutib turibdi bizni. Arsenal, Liverpool hamda Real Madrid, Atletico Madrid jamoalari o'rtasidagi bahs. Bular haqida ertaga gaplashganimiz ma'qulroq. Chunki kecha juda ko'p o'yinlar bo'ldi. Kecha mana shu biz Jiddada yurgan paytimiz, Jiddada aylanib yurgan paytimiz qancha 800-900 kilometr narida do'stlar, hamyurtlarimiz 23 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida furor ko'tarishayotgan edi. Men o'yinning ko'p qismini keyin ko'rib chiqdim va amin bo'ldimki 3-2 hisobi o'ta adolatsiz hisob bo'lgan. Biz yirik hisobda g'alaba qozonishimiz kerak edi. Livan hamda O'zbekiston futbolchilar o'rtasidagi farq bitta to'plik farq emas. Juda katta farq bo'lishi kerak edi. Saidovning o'zi poker muallifi bo'lishi kerak, oqshom bo'lgan ekan. Hay 3-0 hisobida ba'zan bo'ladi. Salpal bo'shashadi jamoa. Kecha ham masalan Barselona 4-0 dan keyin qanday bemalol harakat qilganligini ko'rdingiz. Keyin 5-golni ham urib oldi baribir. O'zbekiston terma jamoasi ham Ravshan Haydarov boshchiligidagi vatandoshlarimiz ham xuddi shunaqa holatga tushdi va keyin ikkita gol o'tkazib yuborishdi, lekin uchinchisini o'tkazmadi. Muhimi shu. Mana shu jamoalar o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. Ana u jamoa comeback qilmoqchi, lekin bunisi juda chiroyli javob beryapti. Yo'q, yo'l qo'ymayman. Bitta to'p farqi bilan bo'lsa ham g'alaba qozonishimiz kerak. Endi Eron, Janubiy Koreya ajoyib raqiblar kutib turibdi. Xudo xolasa O'zbekistonlik futbolchilar ularni ham Riyodda yengib olishadi. Endi biz Riyodga bora olmaymiz, chunki biz mana bu Ispaniya Super Kubogi uchun kelganmiz. Guruh asosan shunga chiptalar olgan, shunga qarab turib ishlarni rejalashtirgan. Kecha shu yerga keldik va bu yerda maza qildik. To'g'risi, o'yindan oldin tayyorgarlik ko'rib borish boshqacha, keyin muxlislar bilan suhbatlashish boshqacha. Barselonani muxlislari o'zlarining jamoalarini so'rashadi. Men taxminlarda endi majburman qatnashdim. Barsa kamida 2 to'p farqi bilan yutadi dedim. Endi o'zi aytmoqchi bo'ldim, bir yirik hisobda urib tashlasa kerak deb. Endi hurmatan Atletik Bilbao sal bo'lsa ham his qilib shu uzoq masofa bosib keldik. Shuncha masofadan muxlislar kelishyapti, bir o'ynab qo'yaylik demadi. Va 0-5 hisobda yutqazdi. Zo'r vaziyatlar ham bo'ldi. Hattoki men o'yin tugagandan keyin qiziqadiganim bor, statistikaga qarayman. Bu statistika o'yinni ifodalaydimi yoki yo'qmi? Ifodalamaydi-yu bu statistika, lekin do'stlar, lekin ishoning 3 ta golli vaziyat yaratganini ko'rib turibmiz. 3 ta golli vaziyat Atletik Bilbaodan bo'lgan. Barselonadan bo'lsa, bu yerda 3 ta golli vaziyat bo'lib turibdi-yu, nazdimda 5-6 talik vaziyat bo'lgan edi. Sal boshqacharoq hisoblab yuborgan bo'lsa kerak. XG ham juda farqli emas, lekin o'yinni ko'rsak,
kartinani ko'rsak, Barselonaning har bir borib turib uyushtirayotgan hujumlarni ko'rsak, o'ta xavfli, har bir golga tortadigan va futbolchilarning erkin harakat qilayotgani. Stadionda ko'rdim. Stadionda doimo Pedrini tomosha qilaman men. Pedridan zavqlanaman. To'g'risi, hozirgi Barselonaning o'yinini raqib jamoa muxlislari yoqtirmasligi mumkin, lekin insofan qaraganimizda hozirgi Barsa zamonaviy futbolda eng hujumkor futbol, eng yorqin futbol ko'rsatyapti. Birorta jamoa, qo'rqmasdan aytaman, Barsachalik yorqinlik tarafida emas. Har bir jamoani harakatida u Arsenal bo'ladimi, Liverpool bo'ladimi, hattoki Bavariya bo'ladimi, PSG bo'ladimi, Real bo'ladimi, natijani bosimi turadi. Natijani ham o'ylab harakat qilishini ko'ramiz, lekin Barselona haddan tashqari yorqinlik tomoniga o'tgan va shu yorqinligi natijasida qo'rqityapti. Hujumlari haddan tashqari zo'r va futbolchilar o'zlarini juda erkin his qilishyapti. Kecha asosiy tarkibda Yamalni ko'rmadik, Yamal tushmadi. Uning o'rniga Runi tushdi. Birinchi bo'limning 20-daqiqasigacha men Runini kuzatdim va juda yoqdi Runi. Juda to'g'ri paslar beryapti, fintlari joyida, juda erkin harakat qilyapti. Endi u shunaqa futbolchining o'rnida o'ynaydiki, iloji yo'q, ertaga Yamal uning o'rnini bermaydi, olib qo'yadi, bo'ldi. Lekin qarang, zaxirada turgan futbolchi ham o'zini ancha yaxshi his qilyapti. Umum sistemaga loyiq futbol ko'rsatyapti. Guadalajara bilan o'ynaganda asosiy tarkibda va unda esimda yaxshi o'ynagan, lekin keyin adashmasam Betis bilan o'yinda, Betis bilan 5 ta gol urilgan oqshomda bu maydonga tushgan asosiy tarkibda va 5 ta golda qatnashgan, bittasini urgan, bitta assist, kecha ham bitta gol urdi, bitta assist va bitta assistga assist. Uzatmadan oldingi uzatmani muallifi bo'ldi. Demoqchimanki, Barselona bosh murabbiyi hozir ozgina dam beryapti Yamalga. Finalni o'ylab boshqa qilib turib va tushayotgan futbolchilar sistemaning bir bo'lagi sifatida o'zlarining ishlarini a'lo darajada bajarishyapti. Kecha savol tug'ilib qoldi. Do'stlarimiz bilan o'tirganimizda aytishdiki, Barselona haddan tashqari zo'rligi uchun shunaqa bir taraflama o'yin bo'lyaptimi yoki Atletik Bilbaoning yomonligi? Atletik Bilbaoning bu yilgi degradatsiyasimi? Ha, Atletik Bilbaoning degradatsiyasi bor gap. Bunga qo'shilaman. Chunki Real bilan o'yinda ham esimda, uyidagi uchrashuvda hammani qo'rqitadigan San Mamés stadionida hech narsa qila olmagan. Nayinki hech narsa qila olmaganda Real bundan ko'proq vaziyatlarga ega bo'lib 3-0 hisobida yutgan edi. Keyin 4-0 hisobida Barsa g'alaba qozondi. Ferran o'zini ko'rsatgan oqshom, Fermin gol urgan kecha. Ya'ni Atletik Bilbao haqiqatan ham so'nggi turlarda qizarib yotibdi, g'alaba yo'q. G'alaba qozongan uchrashuvlari juda ham kam. O'tgan yilga Bilbao emas, qo'shilamiz. Degradatsiyadagi jamoaga qarshi o'ynadi. Lekin bu bilan Barselonaning hozirgi holatini, Barselonaning hozirgi o'yinini inkor qilamizmi? Yo'q. Nazdimda 52-50 desak to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda hattoki 50 ham emas, aytgan bo'laman 40% Atletik Bilbaoning degradatsiyasi, Atletik Bilbaoning hozirgi holati bilan bog'liq kechagi o'yin. 60%, balkim 70% Barsaning zo'rligi hisobiga, Barsaning safiga qaytgan futbolchilar o'zlarini yaxshi his qilayotganining hisobiga bo'lyapti. Chunki De Jongni, Frenkie De Jongni ko'rdik kecha, juda toza o'ynadi, Pedri markazda raqsga tushdi, maza qildi va Rafinha do'stlar, Rafinha 1 yillik o'yinchi deyilgan edi. Hech qanaqa sovrin olmaganda La Liganing yaxshi futbolchisi bo'ldi, to'g'ri, lekin undan oldin Yevropada hech qanaqa sovrin bermasdan 10-o'rindan ham pastga qo'yib tashashganda biz aytgandek, o'zi bir martagina chiquvdi shu bola. Shu chiqqanda nima endi bir narsa qilsa bo'lardi-yu, berishsa bo'lardi-yu, keyingi yillar bo'ladimi yoki yo'qmi degandek, do'stlar, keyingi yil ham Rafinha anchayin mana shu kurashlarda dunyoning top yulduzlariga qarshi jang qilajakligini ko'rsatyapti. Men Rafinhani kuzatyapman, ko'ryapman. Monster do'stlar. Endi Yamal menimcha men finalda o'ynayman deyapti shekilli. U zaxiradan maydonga tushib turib, unaqa ko'p ishlar qilmadi, qaytang himoyada ko'proq o'ynaganini ko'rdik. Rashford o'sha Rashford haqidagi fikrlarimiz o'z tasdig'ini topdi. Ya'ni u Barselonada ko'p ehtimol qolmaydigan futbolchi va Amarim ketgandan keyin Manchester Unitedga qaytsa ham bo'laveradi.
Xullas, Barsaning kechagi g'alabasida men shu narsani ko'rdimki, Kataloniya jamoasi, ayniqsa uning bosh murabbiyi Flik janobi oliylari to'g'ri qaror qabul qilgan. Ya'ni bir vaqt bo'ldi, Kompanyda ham bo'ldi shu narsa esingizda bo'lsa, Luis Enriqueda ham bo'lgan bu narsa. Juda yorqin futbol ko'rsatganda, juda hujumkor futbol ko'rsatganda, ko'pchilik natija bermay qolgan paytda tanqid qilishgan. O'sha natija bosimi hisobiga ular yorqinlikni sal tashlab, hujumkorlikdan sal voz kechib, balansni, chiziqlardagi balansni yuzaga chiqarishgan. Lekin Flik unday qilmayapti. Flik birinchidan unday qilmasligiga sabab Bavariyada ishlagan va Barselonada ishlayapti. Top jamoalarda, Germaniya terma jamoasida ishlagan va unda bosh murabbiy bo'lganda ham ana shu ishini qildi. Kam ishlayapti, lekin top jamoalarda ishlayotganligi uchun ham biz Flikda ana shu qaytmaslikni ko'ryapmiz. O'tgan mavsumni biz rostmana qahramoni sifatida Luis Enriqueni ko'ryapmiz, lekin ichimdan shaxsan men Flikni Luis Enriquedan kattaroq murabbiy sifatida ko'ryapman. U butun bir zamonaviy futbol bilan hamohang ketyapti va shu bilan birgalikda ancha oldinga chiqib ketgandek. Mana shunaqa o'ynasa bo'ladi. Pastakoglular shunaqa qilib ko'rishdi, lekin Tottenham darajasida o'yin qilib bo'lmasligini o'zlari ham tushunib yetishdi, ammo bu klass futbolchilar bilan o'shani marromiga yetkazib bajaryapti. Men Flikning qaytmasligiga qoyil qolyapman. Shunaqa davrlar bo'ldi, Flik bo'ldi, qaytsa kerak. O'zimiz ham aytdik. Bo'ldi. 3talar, 4talar futbolchi, hali Otaxon darvozabon bilan Shestin bilan birga bir chiqib ketyapti. Bo'ldi qilar endi. Mana shunaqa yuqori liniyasini, pressingini haddan tashqari yovvoyi ko'rinishga olib kelishini deganimizda, do'stlar, u qaytmayapti. O'sha paytda ham muammolarga duch kelyapti, o'sha paytlarda u ochkolar yo'qotyapti, lekin futbolchilar qaytishi bilan o'sha ishni 100% bajara oladigan ekstra klass futbolchilar bor, 3tami 4ta. Ana shular safga qaytishi bilan, sport formasini tiklashi bilan ularni rotatsiya qilib mana shu manzilga 2-yilki baribir Chempionlar Ligasini ham yutgan holda yetib boraman deb qasdma-qasd ketayotgandek bo'lyapti. Ajoyib. Qasdma-qasd ketayotgandek tuyulyapti menga. Kechagi Flikning o'yinini ko'rib turib qoyillar qoldim va bugun ko'ramiz endi Atletico Madrid, Real Madrid jamoalari o'rtasidagi o'yin. Alamzadalar o'rtasidagi bahs dedim-ku kecha. Chunki bittasi yaqinda Chempionlar Ligasida Real chiqarib yuborgan, ana ularni Atletico Madrid esa milliy chempionatda 5-2 hisobida, yirik hisobda mag'lub etdi. Mag'lub etganda ham Julian Alvarez Real Madrid darvozasiga 5 ta gol uribdi. Cityda ham urgan va o'zining faoliyatida eng ko'p Realga urgan ekan. Ajoyib statistika. O'tgan yili Kylian Mbappe eng ko'p La Ligada Barselonaga urgan futbolchi bo'ldi-yu. Barselona La Ligadagi eng ko'p Kylian Mbappedan gol o'tkazib yuborgan jamoa ekan. Shunga o'xshagan statistika va bugun Real hamda Atletico Madrid jamoalari o'rtasidagi jangdan so'ng anchayin yengil o'ynagan, bir kun ko'proq dam oladigan Barselona finalda 11-da qabul qiladi. Barsaning stadioniga aylanib boryapti, Jiddadagi stadion. Endi hozir shunaqaki Atletico Madrid agar finalga chiqadigan bo'lsa, Realdan keyin Barsa bilan o'ynashiga to'g'ri keladi. Ispaniyadagi eng grand jamoalar bilan, Yevropadagi eng grand jamoalar bilan ketma-ketiga to'qnashuvga to'g'ri keladi va bir kun kam dam olgan holda. Real chiqadigan bo'lsa ham El Clasicoga Madrid derbisidan keyin, o'sha qirpichoqdan keyin borishiga to'g'ri keladi. Hamma tomonlama Barselona erkin harakat qilishga imkoniyati bor, lekin bu narsa yuqori saviyali jamoalarga bahona bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Endi bu faktligicha turaveradi-yu. Endi sabablari ham bo'ladi. Agar misol uchun o'ta muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, shu ham argument sifatida keltiriladi. Xullas, bugun ajoyib jangni ko'ramiz. Ijtimoiy tarmoqlarimda videolar yuklab turaman, lekin internet yaxshi ishlamayapti. Mana shunisi alamliroq. Biz o'tgan yil ham kelganimizda shu manzara guvohi bo'lgan edik. Barsa yutgan edi, faqat yirik hisobda emas, kichik hisobda yutgan edi. Real esa Mallorcani dog'da qoldirgandi. Og'ir o'yin bo'lgandi Realda ham, bunda ham va final bilan 5-2 hisobi bilan yakunlangan. Lekin yaqinda El Clasico'dagi mag'lubiyatlar seriyasini
Real buzganda ham o'yin tomonlama buzdi. O'sha 2-1 hisobi aldamchi hisob. O'sha El Clasico to'g'ri Barselona bir talay futbolchilari yo'q edi, lekin tizim borligidan kelib chiqsak, Real yo'lni topgan edi. Pressing bilan javob berib yo'lni topgan edi. Ko'ramiz, oldin chiqib olsin, qaysi biri bo'lsa ham va chiqqandan keyin Barselona bilan himoyaviy uslubda o'ynaydimi, qarshi hujumlarga tayanib o'ynaydimi, buni bilmaymiz. Hozir mana shu qisqacharoq videoyimni yakunlamoqchiman. Kecha Abduqodir Husanovning benefisini ko'rdik, lekin City durang natija qayd etdi va Arsenal hozirda yanada oldingi ildamlab ketishi mumkin. Kecha Angliya Premyer Ligasida juda ko'p bahslar bo'lgan. Endi safardagi taassurotlarim bilan ko'proq o'rtoqlashyapman-da. Masalan, Chelsea Mareskadan keyin yutqazib qo'ydi. Amarim ketgandan keyin Manchester United 2-2 o'ynadi Burnley bilan, lekin Sheshko yaxshi futbolchi ekan, ma'lum bo'lishicha. Shuningdek, Newcastle Leeds bilan otishma qilib berdi va kambeklar bilan javob berib, bunisi ham kambek bilan javob berib, oxirgi daqiqalarda urilgan gol 4-3 hisobida ajoyib muvaffaqiyatga erishdi Newcastle. Tottenham Bournemouth bilan kechgan uchrashuvda Semenyo jamoasi bilan xayrlashuvni juda chiroyli tarzda nishonladi. O'tgan kundan ekan. Angliyada juda ko'p mana shu e'tiborli voqealar bo'ldi. Albatta, Kukurelyaning qizil kartochkasi, hali ham Maresga ketgandan keyin ham London jamoasi qizil kartochkalarga oshufta ekanligini ko'rdik. Lekin ko'proq bizni e'tiborimizni Husanov tortayotgan edi. Husanov endi bu yog'iga kechagi o'yinidan xulosa qiladigan bo'lsak va jarohatlar girdobiga kirib qolgan Manchester City himoya chizig'i bilan o'lchaydigan bo'lsak, bo'ldi. Asosiy tarkibda o'ynashiga o'rganamiz, ko'nikamiz. Oldin zaxiradaga ko'nikkan edik, endi asosiy tarkibdagi ko'nikamiz. Faqat natija bo'lmayapti. 3 ta durang va Arsenal haddan tashqari o'tib ketdi. Endi Arsenal bugun Liverpool bilan o'ynar ekan, agarda Arteta yutadigan bo'lsa, slot ko'p ehtimol ketadi. 3-haydalgan murabbiyga aylanadi. Shunaqa deb yozishyapti. Lekin nazdimda qanaqadir ikkalasi ham durang bilan kifoyalansa, hech kimga zarar bermas ekan. 6 ochkolik farq, normal. Yopinib o'ynash oldingi birinchi turdagi o'yin bo'lgan. Sabaslay kutilmaganda zarba berib qolgan, bo'lmasa 0-0 o'yin edi. Bu safar ana shu o'yinni davomi bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Samolyotlar bor bo'lsin, omon bo'lsin. Samolyotni o'tkazib oldik. Bitta like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, bugungi 2 uchrashuv katta videoga sababchi bo'lsa kerak. Shunday deb o'ylayapman. Ko'rishguncha.